Kasallikni avj olgan paytda davolash emas, aynan kasallikni oldini olish bu juda ham muhim. Ko'p holatlarda ota-onalar kasallik avj olgan paytda keladilar, ammo profilaktik tekshiruv bu juda ham muhim hisoblanadi. Masalan, profilaktik tekshiruvda bolaning o'sish rivojlanishi, yoshga xos parametrlari, turli xil yashirin kasalliklar, masalan, yurak, buyrak, hazm sistemasi kasalliklari oldindan tekshiriladi. Ko'p holatlarda bu kasalliklar belgisiz bo'lishi mumkin. Bolalarda emlash vaqtida olinishi, uyqusi, ovqatlanish rejasi, hayot tarzi bo'yicha maslahatlar beriladi. Bolalarda turli xil yurak qon tomir kasalliklari, eshitishi va ko'rishi baholanadi. Aynan profilaktika farzandingizni turli xil kasalliklar rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Agar siz ham farzandingizni tajribali pediatr shifokor nazoratida ulg'ayishini xohlasangiz, Pharmstandart Lux diagnostik markaziga murojaat qiling.